O'rtoqlar, bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Reki uydan chiqib qoldi. Sotib olishimizni shartimiz ekan. Mana o'rtoqlar, g'ozdagi yasagan villamiz ham tayyor bo'ldi. Oddiy vertolyotga kuyib qolgan edi. Shuni ko'ribsiz bilan mana shu plastmassadan foydalanib chiroyli uy yasadik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. G'ozlar hozir 10 kunlik bo'ldi. Nasib qilsa 1 oylik bo'lganda shu inning ichiga chiroyli cho'milishiga hovuzcha qilib, uni ham videosini qo'yamiz. Ortiq hobbidan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib kuzatib tursanglar. Undan ham qiziq kontentlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Joylar sog' bo'lsin, charchamanglar.